Davlatimiz rahbari bugun shuningdek elektr energetikasi sohasini transformatsiya qilish, hududlardagi elektr tarmoqlari boshqaruviga xususiy operatorlarni jalb qilish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Davlatning iqtisodiy salohiyati u yoki bu tarzda o'zaro bog'liq bo'lgan ko'plab omillar bilan shakllanadi. Elektr energetika bu zanjirning asosiy bo'g'inlaridan biridir. Soha davlat rahbarining doimiy e'tibori markazida. Mamlakat yetakchisi ilgari qo'yilgan vazifalar bajarilishini shaxsan nazorat qiladi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, energetika kompleksi tarmoqlarini barqaror va istiqbolli rivojlantirishning eng muhim vektorlari energiya ishlab chiqarishning tuzilishi va ko'lamini o'zgartiruvchi innovatsiyalar hamda energiya samaradorligi yo'liga o'tish, raqobatbardosh bozor muhitini yaratish, global energetika tizimiga integratsiyalashish, sanoatni yanada rivojlantirishni rejalashtirish va sanoatlashtirish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. O'zbekiston prezidenti tomonidan belgilangan rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishning dinamikasi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshirish imkoniyatlari bilan belgilanganligi sababli integratsiya, transformatsiya va raqamlashtirish ichki iqtisodiyotda alohida o'rin tutadi. Xususan, prezidentimizning tegishli farmonida belgilanganidek, o'rta muddatli istiqbolda maqsadlarga erishish ko'zda tutilgan. Bular iqtisodiyot tarmoqlari va aholi ehtiyojlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash hajmini 120 milliard kilovat-soatga yetkazish, iqtisodiyot tarmoqlarining energiya samaradorligini 2 baravar oshirish kabilardir. Energiya bozorini tartibga solish uchun mustaqil regulyator yaratish, elektr energiyasini sotib olish, sotish va yetkazib berish funksiyalarini ajratish, iste'molchilarga elektr energiyasi va tabiiy gazni taqsimlash, ishlab chiqarish va yetkazib berish infratuzilmasini modernizatsiya qilish, energiya manbalarining barcha turlarini hisobga olishni to'liq raqamlashtirish. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlardagi elektr tarmoqlarini boshqarishga xususiy operatorlarni jalb etish, elektr energetika sohasini o'zgartirishga bag'ishlangan uchrashuvda shu kabi qator muhim jihatlarga e'tibor qaratdi. Ma'lumki, energetika sohasini hayot talabiga mos ravishda rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. Elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonlari alohida kompaniyalarga ajratilib, investitsiya uchun imkoniyatlar yaratildi. Oxirgi 5 yilda elektr energiyasi ishlab chiqarishga 4 milliard 300 million dollar investitsiya kirib keldi. 5.7 gigavat yangi quvvatlar yaratildi. Tarmoqdagi 4 ta korxona, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, hududiy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari hamda O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatlari xalqaro kredit reytingini olishga erishdi. Endigi qadam transformatsiya. Bu elektrni iste'molchilarga kafolatli yetkazib berish uchun ham, davlat kafolatsiz investitsiya jalb etish uchun ham asosiy omil. Yig'ilishda shu boradagi chora-tadbirlar muhokama qilindi. Har bir energetika korxonasining birinchi galdagi vazifasi tannarxni kamaytirish ekani ta'kidlandi. Bunga loyihalarni maqbullashtirish, yo'qotishlarni kamaytirish va xaridlarni takomillashtirish orqali erishish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Taqsimlash tarmoqlarini xususiy sheriklik asosida investorlarga berib, ularni modernizatsiya qilishga 4 milliard dollar investitsiya jalb qilish mumkin. Shu maqsadda kelgusi yilda Samarqand, Jizzax va Sirdaryodagi tarmoqlar boshqaruviga xususiy operatorlarni jalb etish rejalashtirilmoqda. O'tgan yili qabul qilingan energetikada raqobat bozorini tashkil etish konsepsiyasi doirasida tarmoq korxonalari transformatsiyasini tezlashtirish, ularda zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Kelgusi yil energetika korxonalari uchun tejamkorlik va samaradorlik yili bo'lishi qat'iy belgilandi. Tarmoq kompaniyalarini quyi bo'g'ingacha transformatsiya qilish va raqamlashtirish vazifasi qo'yildi. Mutasaddilar ushbu korxonalarda xarajatlarni samarali boshqarish bo'yicha rejalarini bayon qildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan energetika sohasiga bo'layotgan e'tibor juda ham sezilarli. Ayniqsa elektr energiyasini tashuvchi, ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi va hududlar bilan ishlovchi sotuvchi kompaniyalar kelgusida kompaniyani rivojlantirish yangicha yondashuv, yangicha ko'z bilan qarashga, uni transformatsiya qilishga, uni moliyaviy mustaqil bo'lishga va eng asosiysi arzon va yashil kreditlar jalb qilishga imkoniyati borligini har bittasi bo'yicha alohida ta'kidlab o'tdilar. Hurmatli prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida bu 4 ta kompaniyaning o'rni naqadar yuqoriligini birma-bir har bittasiga to'xtalib o'tdilar. Har bittasini qanaqa tartibda rivojlantirishlarini o'rgatdilar. Transformatsiya jarayonida olinish kerak bo'lgan reytinglarni amalga oshirish lozim bo'lgan ishlarni birma-bir aytib o'tdilar. Hurmatli prezidentimiz o'zaro debitor kreditor qarzdorlikni 30 trillionga qisqarganini, sohaga aynan ESG reytingini olish uchun yoki bor mavjud barqaror reytinglarni saqlab qolish uchun mahalliy mutaxassislarni jalb qilishlarini, raqamlashtirish bo'yicha mutaxassislarni jalb qilib, har bitta stansiya yoki podstansiya bo'yicha har bitta aksionerlik jamiyati bo'yicha topshiriq berdilar. Energetika vazirligi aksionerlik jamiyatlar bilan birgalikda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarini ham aytib o'tdilar. Qanaqa tartibda tayyorlanishi, avariyaviy brigadalar,
transformatorlar, podstansiyalar, ularda joriy kapital ta'mirlash ishlarini, elektr energiyasi va tabiiy gazni yetkazib berishdagi uzilishlarda yo'qotishlari bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Bu bo'yicha kompaniyalar qanchalik tayyorligini, avariyaviy brigadalarini, bergan zapaslarni, yoqilg'i moylash mahsulotlarini, maxsus texnikalarini hammasi shay-qoidaligini aytib o'tishdi. Bu yilgi kuz-qish mavsumi bo'yicha elektr energiya va tabiiy gazni yetkazib berish avvalgi yillarga nisbatan yaxshilash bo'yicha topshiriq berildi. Kuz-qish mavsumi bo'yicha bergan topshiriqlarning hammasi ijrosini ta'minladi. Ushbu yig'ilishda 24-yilda amalga oshirilgan ishlar va 25-26 yillar uchun rejalar belgilab olindi. Xususan elektr energetika sohasidagi O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, sirliq elektr stansiyalari, hududiy elektr tarmoqlari va O'zbek gidroenergiya kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarishda tannarxni pasaytirish, xarajatlarni qisqartirish orqali operatsion samaradorlikni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish shartligi, xalqaro reytinglarni olish shartligi va kelgusida davlat suveren kafolatsiz kredit resurslarini jalb qilgan holda yangi quvvatlarni ishga tushirish, mavjudlarni modernizatsiya qilish, texnologiya yo'qotishlarni kamaytirish va pirovard natijada iste'molchilarga elektr energiyasini uzluksiz belgilangan sifat ko'rsatkichlari asosida yetkazib berish, ta'minlash shartligi belgilab berildi. Har bir korxona bo'yicha alohida bosqichma-bosqich chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va ushbu rejalarni tasdiqlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror loyihasini ishlab chiqish va kiritish topshirig'i berildi. Yig'ilishda bir qator vazifalar qo'yildi. Bu yerda asosan samaradorlikka erishish, xarajatlarni kamaytirish, bundan tashqari o'zimizda bo'layotgan investitsiya loyihalarini optimallashtirish masalalari qo'yildi. Bundan tashqari asosiy masalalardan bittasi yo'qotishlarni keskin kamaytirish masalasi qo'yildi. Va bu yig'ilishda kuz va qishga tayyorgarlik masalalari ham ko'rib o'tildi. Endi O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari korxonasi 12500 km yuqori kuchlanishli 220-500 kV liniyalarga xizmat qiladi va 90 ta yirik podstansiyalarimiz bor. Mana shularni kuz va qishga tayyorlaganmiz. Bir qator topshiriqlar berildi. Operatsion xarajatlarni kamaytirish, bundan tashqari yo'qotishlarni kamaytirish, bu yo'nalishlar bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bundan tashqari bir qator sertifikatlar olishimiz kerakligi uqtirib o'tildi. Raqamlashtirish bo'yicha xodimlarni o'qitish va ularni bilim darajasini ko'tarish bo'yicha bir qator topshiriqlar berildi va har bir korxonani aniq raqamlashtirish dasturi bo'lishi belgilandi. Kelgusi yillarda raqamlashtirish uchun nima ishlar qilishligi aniq vazifalar belgilandi. Davlatimiz rahbari elektr energetikani xalq xo'jaligida, hayotimizda o'rnini juda yuqori baholab, korxonalarni albatta xalqaro miqyosda chiqarmasak, investitsion jozibadorligini oshirmasak, unda bu korxonalar kelajagi bo'lmasligini tanqidiy aytib o'tdilar. Hamda har bir korxonalar kesimida alohida topshiriqlar berildi. Raqamli transformatsiya yo'nalishi bo'yicha hamda chetdan o'zimizda oliy ta'lim vakillaridan jalb qilingan holda mana shu transformatsiya bo'yicha mutaxassislarni 30% personalni transformatsiya yo'nalishiga jalb qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Hamda mana shu transformatsiya jarayoni raqamli transformatsiyasiz amalga oshmasligini ham alohida ko'rsatib o'tdilar. Ayniqsa issiqlik elektr stansiyalari yo'nalishida bir oy ichida taqdimot tayyorlashdi. Qaysi yo'nalishda, qanday ketamiz, nima ishlarni amalga oshiramiz, transformatsiya yo'nalishida natijasi nima bo'ladi, bular bo'yicha taqdimot qilishdi. Hamda alohida issiqlik elektr stansiyalari bo'yicha prezident qarori loyihasini tayyorlashdi. Hamkorlikda iqtisodiyot Moliya vazirligi, energetika vazirligi hamkorligida qilinishini topshiriqni berdilar. Bu yo'nalishda albatta bizni korxonamizga ham mutaxassislarni jalb qilib 24 soat to'liq kuchimizni jalb qilgan holda bu topshiriqlarni bajarish choralari ko'riladi. Bu topshiriqlarni tushunib yetgan holda transformatsiya jarayonini, korxonani xarajatlarini kamaytirish, elektr energiyaning tannarxini kamaytirish bo'yicha bu juda zarur bo'lgan proses. Uni amalga oshirish bo'yicha butun choralar ko'riladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bu ishlarni amalga oshirishga mablag'lar ham hamma sharoitlar yaratib berilgan. Albatta biz bor kuchimizni sarf qilgan holda ishni tashkil qilamiz. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari mana shu korxona tashkilotlari tomonidan qilinadigan kamchiliklarimizni birma-bir ta'kidlab o'tdilar va bularda yaxshilash bo'yicha vazifalarni berdilar. Birinchi o'rinda
bu ishlab chiqarishda tannarxni kamaytirish masalasi, ikkinchi korxona tashkiloti transformatsiya qilish masalasi, uchinchi o'rinda investitsiyalarni amalga oshirish hamda eng muhim masala mana shu kuz-qish mavsumiga energetika tizimi korxonalarning tayyorligi masalasiga alohida e'tibor berdilar. Hurmatli davlatimiz rahbari bugun bergan topshiriqlarini butun jamoamiz bilan birgalikda amaliy dastur qilib, mana shu 2025-24 yilda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni amalga oshirib, 25-yilga aniq vazifalarimizni belgilab olamiz.